Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 12. qitimliq Soda ve Kişilik Hukuk Munbiri temisidagi yig'ini boshlandi. Bu yig'inga Dünya Uyg'ur Qurultayı, Amerika Uyg'ur Birleşmesi, Uyg'ur Kişilik Hukuk Qurilishi, Uyg'ur Harekati qatorliq muajiratdagi Uyg'ur tashkilotlari, shundaqla advokat Rayhan Asadni o'z ichiga olgan bir qism faoliyatchilar qatnashdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu qitimqi yig'iniga Amerika Uyg'ur Birleşmesining raisi Elfidar Ilta bir xonimi qatnashgan bo'lib, u bu yig'inda Uyg'ur rayonidagi qul emgiki va kishilik huquq dafsandichiliklari haqida so'z qildi. U Uyg'ur majburiy emgiki va Uyg'ur diyorida ishlab chiqarilayotgan kun taxtining Uyg'ur majburiy emgiki bilan munosabatli ekanligini, Sharqi Turkistonda Uyg'ur majburiy emgiki hozirmi davom qilayotgan bir vaqtda bu temaning tilga elinmay turib boshqa temaga o'tib ketishga bo'lmaydiganligi haqida jiddiy ravishda fikr bayon qilgan. Turkiyada Uyg'urlar va Sharqi Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lib kelayotgan Yangidan Refah partiyasining muavin raisi va parlament a'zosi Doğan Bekin Xitoyning islomni xitoylashtirish nomida Sharqi Turkistonda masjid chiqishiga norozilik bildirdi. Doğan Bekin apandi yaqinda Yaponiyada chaqirilgan xalqaro Uyg'ur munbiriga qatnashgan edi. Doğan Bekin o'zining ijtimoiy aloqa hisobida bayonot e'lon qilib, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Sharqi Turkistondagi chiqib o'tilgan masjidlar to'g'risidagi eng yangi dokladini naql qilib turib, Xitoyning islomni xitoylashtirish siyosatiga norozilik bildirdi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusining 10 yillik plani oshkorlangan bir hukumat hujjatida Xitoyning xalq puli ishiltish jihatda bu qurilishga tashabbuskorlik bilan qatnashgan davlatlarga besim ishiltadiganligi va kichik turlarni oldingi o'ringa qo'yganligi o'tirg'i qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning bir balvoq bir yo'l turi doirasida ul aslahalarga sog'an mablag'idan shakllangan qarz summasi 1 trillion dollardan oshib ketgan. Ammo yaqinqi yillarda Xitoy virusi hukumi va dunyo iqtisodining ostilashishiga ergishib, bu qurilishning sur'ati ostilagan. Egilishicha, Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg muxbirlarni kutilish yig'inida Xitoy bizning dushmanimiz emas, men ittifoqdoshlarning o'rtaq ko'ngil bo'ladigan masalalar to'g'risida Beijing bilan suhbatlashishni qarshi olaman degan. Stoltenberg yana biz cho'qim Xitoy siyosatining bexatarligimizga ko'rsatadigan ta'siri haqida ochiq fikrda bo'lishimiz kerak deb ta'kidlagan. Qirg'iziston parlamentining boshlig'i Nurlanbek Shakiyev riyosatchilik qilgan Qirg'iziston Jumhuriyatining davlat simvollari qonuniga tuzatish kirgizish qonun loyihasi umumiy yig'inning ovoziga sunildi. Parlament Asos qonun komitetida muzokara qilingan qonun loyihasi bilan davlat bayrog'idagi do'lqin shaklli quyosh nurini takshif qilib, o'tirdagi naqshdagi issiqlarning sonini 3 dan 4 ga ko'paytirish o'tirg'i qo'yildi. Parlament boshlig'i Shakiyev va parlament a'zosi Ulan Fermov tayyorlagan bu qonun loyihasi birinchi qitimliq ovozga qo'yishda ma'qullandi. Xitoy Avstraliyani Janubiy dengizda harbiy paraxod o'rnashtirishda ehtiyotchan bilan harakat qilishga ogohlantirdi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kompartiyasi xalqaro aloqa bo'limining boshlig'i Liu Jianchao Sidney universitetida qilgan so'zida biz Avstraliya hukumati va armiyasini Janubiy dengizda nihoyat ehtiyotchanlik bilan harakat qilishga chaqiramiz degan. Tunugun tushdan keyin Xitoyning sharq shimolidagi Xeilongjiang o'lkasidagi Longmi Shuangshan shirkatiga tava Shuangyang ko'mir konida tosh portlash yuz bergan. Shirkat e'lon qilgan bayonotda 11 kishining o'lganligi bildirilgan.